Aka bu yerda pishagul qolganmi deymi? O bismillah. Aka sen Allah turib qo'ltiq plash bo'lib ketdi-ku. Endi siqsa nima deysan uka? Aka burunni chopsa ko'zda yosh chiqdi deb surling aka. Avtobus tiqilishdi qanaqa bo'laman ey? Nasriddinov, mana bu hisobotlarni qilmabsiz-ku uka? Mana ishxonaga kirib olaymi? Mana ishxonaga. Ko'chada o'tiraman qilsa bo'ladimi uni? Ey, rahbaringga baqiryapsanmi? Ishdan bo'shading. Olsam ishimni olasan-da, jonimni olarmidi? Voy joningiz nima qilaman ukajon, mana kolyaskani chiqarib yuboring deyapman. Deb patilab to'shni bilgan odam bajarishni bilish kerak. Men uchun tug'anmisiz? Pacha, maymuncha. Bu ham tutib. Hozir mashina ikkovimiz Ajrashamiz. Sizga o'lsam ham tegmayman. sen oytoqqa men ham uylanmayman. Niye bunday? Aya, tepdingizmi? 3 kun qolganda to'yi buzishga balo bor. Aya, avtobusga chiqqanda bitta ekan qo'ltiq tiyilmagan ne o'zi? Qiz bilan yarashmaguningcha uyga qaytib kirmaysan. Tur yo'qol. Uka, Bahramjonning shertamikan? Yana qo'ltiq qotilmi? Qo'ltiqcha bilan oyoqlanadi, nafaqa nastirmaymiz. Balki hayotimizni ham o'rayapti. Ha, Jo'rajon, bu gap senga ham taalluqli. Qo'ltig'i plyaj sassiqcha.